Beijing ömlük məbləğ başqurish guruhi çəkli şirketi tajdorlig'idagi bir kişilik to'y filmi. Sijil taraqqiyot bilan juj urib rivojlanayotgan Beijing Yepak yo'li ömlük məbləğ başqurish guruhi çəkli şirketi har qaysi kasb sohalarida ilg'or natijalar bilan davlatimizdagi boshlamchi korxona qatoridan o'rin oldi. Davlatimiz ichki sirtida nom qozongan dongli san'atkorlardan tashkillangan ömlük san'at o'miki va ilg'or texnika, yangi taqtish vositalari, munavvar xodimlar mujassamlangan kino, televiziya, madaniyat shirkatlari birlashtirilib, Beijing Yepak yo'li ömlük madaniyat taqtish guruhi qurildi. Ömlük Tor Texnik şirketi Şinjanning yezigilik taraqqiyot bozorini echish uchun ömlük bozori elektronlik tor sotishini barliq keltirgan bo'lib, bu sifat tekshirish, ezish, ishlab chiqarish, o'ralma qoplarni yangilash orqali Şinjanning cho'lpon mahsulotlarini tuvan baho, a'lo mulozima, yuqori sifat bilan ichki o'lkalarga tonitish va zo'r miqdorda setib chiqarishni maqsad qilgan. Bundan boshqa, Jungo choy madaniyatini rivojlantirib, yuqori sifat bilan bozorga silingan Shinbao yurishlik badan asrash sog'lomlik joylari bu fasldagi eng yaxshi tanlashingiz bo'la oladi. Qani, biz bilan hamkorlashing, tang qadamda ilgarilaymiz. Arab ish bo'lgandan keyingi beyaranchiqdan qutlama atamsiz. Siz qanday xizmat berman deb ishingiz ko'tarqamdi. Jigarni mayqatlab tutishni ansara atamsiz. Sho'lakam jigarni asrash, nasibning ishi bir usulni chavri sizning bo'lganlaringizni qilas. Aklıma düşkənsiz. Allah'ım hizmette. Al bizden Lucas Etern'ınki köpeğin masasında. Atrayağlar layakatliken birizdim otbay kirsinler. Rahmet. Yaxşımsınız? Yaxşımsınız. Öğlenişini tizimlaşqansınız şunu? Ha, şu. Biz öğlenişke tağıl kelgen toq. Öğlenişki tizimlaş vakti hazır. Eğer acırışıp bitadigan işinlar olsa düştün keyin kelinglar. Yaxşı, biz öğleniş tizim etmoqchi toq. Ha. Hadi, bu bizning munosabat materiallarimizni ko'rib boqasiz. Maceriyalını doldurup. Aa, tamdaki öğlenişki tizimlaş şuanşasını bir okuyup qırыңlar. Ama kalem. Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetining o'linish qonunidagi belgilama bo'yicha uning bilan er-xotin bo'lishga to'liq roziman. İltimas qiluvchi Arman Erkin. İltimas qilg'uchi Zulxumar Asqar. Mübarek bo'lsin. Hozirdan boshlab qonunliq er-xotin bo'linglar. Sizlarga ko'p. Mübarek bo'lsin. Rahmat. Sizdan sog'lik. Mübarek olsun. Ben gidelim. Rahmet edi. Aras aldığımız shanba kuni to'y murosimi o'tkazmoqchi to'q.
Ağa qanasak borasiz ha? Kelar qitim ajrashmay deb kelmasanglar ham bo'ldi. Rahmat. Ma'qul-a? Rahmat. Rasm çöylerdin boşun tuttu. Vay bu qachon tushib pulni rasmga. Çok çıraylı çıktı. Karma? Qulam tushdingizmi? Bana qara. Endi çıkırdığına okşulamsız koyunuzunu. Hamda uni birdan bilolmayman. Arman. He? Bir xil tushimdek bilinib o'tirjim boshlanadi. Qanday? O gün biz qanday olib qolamiz? Tushingiz ko'z oldimga keldi. Siz tushingizda qarang. Men bir oq atqi shahzodaga o'ylangan. Siz bo'lsangiz chiroyli, go'zal bir qora malikaga o'ylangan bir qiyofat go'zalingiz ko'rdi, shundaymi? Men go malikaga o'xshayman. Siz nari shahzodaga o'xshaysiz? Qo'ydi qara. Bunda qilaylik. Hamma uni apirib, cho'naq ko'zdi. Ulan bir ko'rpasin. Yo'q, men bosh ko'zdim. Men bosh ko'zdim. Bo'ldi. Xalas, ma'amda. Qaytdingiz. Bugun Xubey o'lkasi zo'r tasodifiy ommaviy sog'lomlik voqeasiga birinchi darajalik inkos qaytarib, yangi tipdagi tojismon virus yuqumiga butun kuchi bilan taqobil turdi. Baqaqlarni taqib bo'ldi. Vallahi to'y xatini elib bo'ldi. Restoronni bekitib etdik. Bag'oqchilarni taqtish jarayonida o'qlarni zahmlantirib oldim. Demak, to'y ta'tir sanoq bosqichi kirdi degan gap. Shuni demamsiz. Tayyorliqlar bitib qoldi. Hamda shu kuni hamma ishlar biz o'ylagandek, ko'ngildagidek bo'lsa, biz o'ylagandek yaxshi oyoqlashsalar, hammamizdan ortiq chiqadi dang. Hozirgi bolalar ota-onasining xayolini faqat tushunmaydi desa. Asli men bu o'g'limizning to'yini katta taqdiqliq haqlarni eg'izda bir qag'adek qilay deb o'ylagan. Ashyanatlik qilmaymiz. Oddiy sodda qilamiz deb tushuntirib oldi. Yana kelin qizimizning gapi bilan qiz o'g'il ikki taraf birlashib, ma'rakani birga qilamiz deydi. Bo'ptilar dadasi. Ush bolalarning rayiq baqayli. Kelin qizimiz shunday chiroyli, chechan, aqlli qizgan. Men u qizni yoqtirib qoldim. Baribir bir sister ekan-ku. Undaq dema. Yuqoriroq bir yerda ishlaydigan ish bo'lsa, ish va o'xshaydi ekan bizga. Bu meni faqat to'g'ri bildi. Oy dadasi, bo'ldi chechilmanga. Hamma ishlar yaxshi bo'lib ketadi.主任好。哎，好。红妹儿。哎，主任。哎，红妹儿，婚礼准备的怎么样了？还行吧，差不多了。嗯，好。哎呀，太可惜了，我不能参加你的婚礼了。为什么？
Yaxshimi ada, qanday ahvolingiz? Yaxshi qizim. Hali yaxshi bo'lib qoldingizmi? Kelib boqay. Tushibdi qizingiz. Ada, motorni birdan ishga vaqtida ichilang. Bo'ldi qizim. Ada, sizga qaraydigan biror bolalaringiz yo'qmi? Ay kızım. Benim ballarımdan hemmisi oğul. Kızım boğan bolsa, sizdeki sestra kıgan bolattım emasmi? Ada, qanday ishingiz bo'lsa, meni izlang. Lekin kelar haftadan boshlab sizga qarayolmaydigan bo'ldim. Nemişqa kızım? Ne oldu? Kelar hafta to'yim bo'ldi. Oy, mübarek olsun kızım, mübarek olsun. Bəxtli bulunlar. Rahmat ada. Kızım, anlaşımca Ay kızım. Benim ballarımdan hemmisi oğul. Kızım boğan bolsa, sizdeki sestra kıgan bolattım emasmi?哎，老头，老头，你车停哪了？就门口，就进门不知道啊，我刚才是不是找半天没找到位置？来， Ha, ishonmam. yok. Ha, men bir og'il kelsam, mani to'yga ishni qilsam, aytmagan Ya Arman, koyun kop biz dersem mi bizne? Unuttuk gitmese biz ne ha? Nerede geldi sizler? Sizlerden izlemsem kimi izleyeyim sizlerden baş nimem bu adaşım ya. Ya to'xtam yap vallahi. Adash, bir azdan jimar ekan. Azdan deyman. Hamma odam bu qafasdan tinch tutilolmasa, qafas kirgan bir qushqu. Ya sen endi ushmaganga qantan kesilsan. 你太损了呀！你看他欺负老欺负他是吧？ İşkilip, nime dep çakçak kısanlar meyle. Lekin, toyda çokum yıkın tomsalı bulmaydı cuma günde ha. Anladım. Ensirme, fakat sen toy günü aş xotinni qo'lini chingni tutib o'tdasan, qolgan ishqimani biz bor. Men qo'ldash qara. Ang muhimi hamda oyoqdan qo'ldash bilan yaxshi chiqib qila olsam-la. Dadım. Oy. Cinnin qaz şaptılda dep senin maqsadın hem koldaş digine. Arman, ensirme. Bizli ba. Toyun cheste optudu. Lekin koldaşның numarını çokum mağap bersen. Ya Allah'ın acılık biştal qo'ldash mayli. Yo'q. Ya Aldaş baradim amda. Mağlı. İşledim sen. Ya işlem vallahi. Kiçem dok. Beni götüretem dok. 哎，等一下，我们喝之前嘛，喝一个最放心，喝完放放心心的喝。啊，忘掉了吗？遇到可以，拿你拿。来。现在再喝。哎。 Ey, olay adaş. Adaş bu toyanlı bulay davası yelçik etken şardak tuma elanla içimiz. Vay içe adaş şey. Ya pek meskin etmeyemez ensirmegine. Bu toydun burun bunda koksan arak içtim toydun ki neymiş kılalayız. İçe. Olay adaş. Ya mani iç. Araktan koksan maz yakınmaydı. Ya bu elanla adaş mı içimiz? Sen pek kırış buldu mu nime? Ne buldu? Ne digine adaş ne buldu tuyuksuzluğu? Kayıtay. Adaş birer çakçak eğir kesse danla. Yok çakçak yürüdük geliş yok adaş. Sizler oturavramla kayıtay. Ne bir şey oldu? Oltura işçimiz. Bir şey oldu adaş. Kalan getiren sizler kim çöndürüp uyay. Olma.
哎，老塔没喝，让老塔送一下你吧。 Adaş, ben arak içmedim, ben apur itesin adaş. Oldu adaş. Senin ağır kılma, kepiyatından buzuk koymak yok. Ama bir artı evlem ya ki metro evlem uzam kayıtı olay. Sizler devamlı oturabilirler. Ha? Kepiyatından buzuk koydum ha, oturabilirler. Çak kettim ha. Sinçi var. Ya bir çak artık da. Başta oyun. Arman, dünyada ömürde bir qatam keldiğin bu qutluk to'y bo'lsa, to'yni tashlab qo'yib boshqa joylarga ketadigan menga o'xshash ahmoq qizdan yana biri bo'lmasa kerak. Men sizga shundaqla ota-onamga yuz kelaman. Hayotimizdagi bu qutluk marikimizda ikkimiz darqamda turib, xo'shallik ilkida birga o'tkazishni to'limi orzu qilardim. Shundaqla bizni beqib cho'ng qilgan ota-onamizga, to'yimizga kelgan aziz mehmonlarga cheksiz minnatdorlik bildirsak deb o'yladim. Afsus, men bu baxtli minutlardan mahrum qoldim. Şinjan Changja guruhimiz memleket boyunca 100 güçlük münevver karxanaның biri bolup süptü bilen guruh kurgutçusu lider Mehmet Tursun başçılığında Janubi Şinjan boyunca aldın Katar'da turduğan öymülük, maşinsazlık, sayahat, köngül içiş, çiğniqiş bir gevdi kılıngan 100 mo kölemdeki sayahat köngül içiş şehirtisi. Maşin setişte Xoten boyunca çempiyon bolgan Şah Ahmet şirketi. 3A derecelik karxan deb bahalangan Xoten Erqavul yemeklik pişiqlap işletse aldı. Şinjan Güzel Diyar şirketi ve başka Şah Ahmet qarmağıdaki maşın mülazimet şirketleri bulup 10'dan artıq şirket, 300'dan artıq xizmetçimiz xalqimizga qolaylık yaratish üçün mülazimet qılıp atıdı. Changja guruhimiz öz aldığı igilik tikligisi bar yaşlarını sahne hazırlap, guruh bilen tang taraqqiy qilib, beyish arzusu bar dostlarga fursat yaratib, ortaq arzudagilar bilen qo'lni qo'lga tutuşup, rayonimiz taraqqiyotini ilgari surish üçün zor ishonch bilen palladan chiqdi. Tanlash sizdan, ishonch samimiyat bizdan. Şinjan Changja guruhi. Rosneft Abdullarin turlicha muhitning siniqidan o'tgan. Qutub, Qumluq, Tog'liq rayon. Rosneft Abdullari har qanday motorga mos keladi. Dunyoning har qaysi joylarida Rosneft Abdullari ishlatilyapti. Kermil saraydagi 100 yillik soatda, olam bo'shliqida, yer yuzida, dengiz okeanlarda Rosneft Abdullari motorimizni nozik soatdek harakatlantiralaydi. Şinjan Ravon xalqaro sotish shirkati 30 yillik Abdul setish tarixiga ega. Vakolatchi chaqirish nomeri 400 80 33 362.
quyosh nuri chechildim baq o'ylini charlab chupaniga parlab quyosh nuri chechildim muborak to'y muborak yor yor to'yinglarga muborak muborak to'y muborak yor yor to'yinglarga muborak bir-biriga amroq shakli sazi yangroq to'y marika muborak bir-biriga amroq shakli sazi yangroq to'y marika muborak. Hey, kelinchakning bugun to'yga kelmaganligining sababini bildinglarmi? Bak mühim iş çıkıp kaptı dep aldım bu. Qanday gap bu? To'y kuni mühim ish chiqib qopti degan. Xuddi o'limga ruxsat so'ragandek ham gap qilyapsizlar. Ha, nima bo'ptamsa? Yaqında anlaşımca bir vay bilan aralashib ketgan, apisi qo'shilmabdi. Yo'q, yo'q, men ishga ketib deb anglagandim bu. Ha, ish bitibdi. Qarashdi shunda nozik sezim dilda yurakka o't yoqadi. Bu qarashdi shunda nozik sezim dilda yurakka o't yoqadi. Muborak to'y muborak, yor yor to'yinglarga muborak. Muborak to'y muborak, yor yor to'yinglarga muborak. Bir-biriga amroq shakli sazi yangroq to'y marika Vay. Hoş, hürmetli mehmanlar, yigitlar, kızlar. Bugün to'y hareketimiz şundaqlar doğulup isim davamlaşıyordu. Endi to'yimizning kun tartibi bo'yicha bugungi sahip Allah'ın vakili bo'lgan qizning dadisi Asqar efendimni hurmat bilan sahnamizga taklif qilsak qanday? Qani, Asqar efendim, rahmat. Shunda qilib to'yimiz bo'lardi-da. Kelamaydigan bo'ldingiz. Arman, tanlashimga hurmat qilsizmi? Albatta qo'llayman. Chapa chekdingiz. O'zingizni asrang. Hürmetli mehmanlar, biz bugün hayatımızdaki en kıymetli, en hoşallık minutlarını birge beşimizde ötküzüvatımız. Efsunlarlığı, muşu hoşallıkның, muşu bəxtinin hakiki ilgisi menin arzuluk kızım Zulxumar bugün bir yerde bulanmadı. O şu taptı bizden bek jirakta. İstifaksız can meydanı da başkalarının bəxti üçün ün-tünsiz köreş qılmaqda. Mən onun dadısı buluş tutum bilen başkalarının bəxti üçün köreş qılıvatqan aşı söyümlü kişilərinin arasında menin kızımның boğallığıdan çeksiz bəxirlənimə. 可惜了，我不能参加你的婚礼了。为什么？这次院领导呢，任命我为支援武汉医疗队的组长。是这样。什么时候出发呀？现在志愿者呢都争先恐后的报名，我们明天下午就出发。明天？啊，这么急？红妹儿，红妹儿，啊，主任，红妹儿，我在这儿呢，向你送祝福。等我回来以后呀，
我再好好的给你补上啊！我还要看你跳舞呢啊！好好，好，赶紧忙了，好。谢谢您，主任。 Kızım, anlaşımca sizlarning doktorxonadan doktor sestralarni Wuhanga yordamga boradi degan gapni oldim. Rost gapmi? Ha, da. Anlığınızdek hazır Şinjanның her qaysı joylaridagi doktorxonalardan turkumlab doktorlar yordamga mangdi. Bizning doktorxonamizda mı? Ati tushdan keyin 100 dan ortiq doktor sestralar yordamga mangmoqchi. Bek yaxshi bo'pti qizim, bek yaxshi bo'pti. Balan qaltis ish bo'pti emasmi bu? Hey. Mening bolalarimdan birasi doktor sestra bo'lgan bo'lsa, men ularni beringlar. Berib o'zinglarni tizim qoldiringlar deb haydagan bo'latdim. Rasmada? Albatta. Hey qizim. Biz Şinjanlıqlar qiyinchilik uchirganda ishtirdagi qarindoshlar qarab turmagan. Endi bugun kun kelganda biz qarab tursak bo'lmaydi. Bu bir shundoq yaxshi fursat. Biz ularga o'zimizning rahmatimizni yetkazishimiz kerak. Qo'limizdan kelgancha ularga yordamimizni hargiz ayamasligimiz kerak, jenim qizim. Ada. Sizning uchun men Doğrularınızı vaxtır içiyorlar abi. Ben çıkayım. Boludu kızım, boludu. Boludu. Ay kızım. Benim ballarımdan hemmisi oğul. Kızım bo'lgan bo'lsa, sizdek sestra qilgan bo'lardim emasmi? Arman. Men ata xizmatdoshlarim bilan Wuhanga minishni qaror qildim. Dunyoda umrda bir qatim keladigan bu qutlug' to'y bo'lsa, to'yni tashlab qo'yib xizmatni deb boshqa joylarga ketadigan menga o'xshash ahmoq qizdan yana biri bo'lmasa kerak. Men sizga shundoqla ota-onamga yuz kelaman. Hayotimizdagi bu qutlug' marikimizda ikkimiz barqamda turib, xushalliq ilkida birga o'tkazishni to'limi orzu qilardim. Shundoqla bizni beqib cho'ng qilgan ota-onamizga, to'yimizga kelgan aziz mehmonlarga cheksiz minnatdorlik bildirsak deb o'ylaydim. Afsus, men bu baxtli minutlardan mahrum qoldim. Şu bütün memleket halkı ortak yolunu biliyotgan bu meselede bizim balının hizmetini kollaydı. Dadisi nimdavatsiz, bağaqlarının hemmisini taqtib bo'lgan bo'lsak, ma yüzümüzge sert emasmi deyman. Bağaq taqilib bo'lgan bo'lsa-mu tushuntirishga bo'ladi-ku. Ay şirin. Et ögün toy davası. Ma balanın qavatqan qılqını qarab. Bo'ldi. Toy bo'lgandan keyin ağırıp qalmang yana. Kızımız bulmuşsa kim bilen qilamiz o toyni? Qarab turishini kirib keting hemen. Bütün xalq alam oldida yüzümüzni shundoqmi o'zal qilamsiz? Apa bu sizdan nima deginiz? Zulxumar.
Biz istideksiz jang meydanining qahramonlari. Şuna bizga oq xalatliq farishtalar deb nom berilgan. Navoda xalqning hayotiga tahdid kelgan bu hayot mamatliq paytlarda biz ko'krak kirib chiqolmasak, ustimizdagi bu kiyimga qandoq yuz kelalaymiz? Shu tapda Wuhandagi qarindoshlarimizning beshida o't kuyib-atsa, acaba qo'shnimizning uyida o't kuyib-atsa, biz eshikni dum taqab qo'yib to'y o'ynashga qandoq ko'nglimiz chiraydi? To'g'ri. Mening qizim sestra. Lekin menimcha qizim uchunla emas, sestralar uchunla emas, hammamiz uchun badal to'lash qanoat. Ota qilish bo'lsa, xo'shalliq deb o'ylayman. Rahmat. Şoň bugun men aşo suyumli kishilarimiz uchun yaxshilarni köylab o'tarman degan naqshni barliq shu mehmonlarga, sahibxonlarga taqdim etaman. Barlığım dedim, bağrı taştın jirak ketermen. Arzularga tolgan bu könglim, elgi baxit tilab ötermen. Bu hayatning mehri başqacha, azizlarning chehri boshqacha, afsuslarning sehri boshqacha.
boshqacha haqiqatni so'zlab o'tarman haqsizlarning sehri boshqacha haqiqatni so'zlab o'tarman Derya kabi akmakta zaman Bu ömrümüz kaytmaydı aman Derya kabi akmakta zaman Bu ömrümüz kaytmaydı aman Muhabbetke muhtaçdır cahan Yaxşılarını köylep ötermen Hakikatni sözlep ötermen Elge baxit tilep ötermen Suygum bilen Hürmetim bilen Yaxşılarını köylep ötermen Suygum bilen Hürmetim bilen Yaxşılarını köylep ötermen Yaxşılarını köylep ötermen Hoş, hürmetlik mehmanlar. Toyumuzun emdiki numurda yürekni titrediğen paytlar geldi. 大家请注意啊，今天的任务非常重要。我们今天为了热情的新疆歌舞，把新疆人们的问候传达给武汉的同胞。准备好了吗？好了，加油！ Biz alqış çavaklarımız bilen toyumuzdan baş kahramanı Arman'ı yalğız kişilik usulga taklif kılaylı. Çavak!走们上！同胞们，你们好！
我是从新疆来支援的治疗队医员佐利胡马尔，我们给你们带来了新疆各族人民的热情问候和美好的祝愿。武汉的同胞们，你们并不孤独，我们会战胜这一次的病魔，因为我们身后有我们强大的国家，我们绝不会失落。在全国人民强力的支援下，我们众志成城，共抗疫情。家门前一枝花，啊，每天我都看到它。我家门前一枝花，啊，每天我都看到它。它见别人笑开花，啊，它见到我不说话。啊，它见别人笑开花，啊，它见到我不说话。葡萄藤下来，啊，情人埋在地里来。情人葡萄藤下来，